bemorimiz bu ham neyroonkologik kasallik, ya'ni bosh miyadagi onkologik kasallik bilan bizga murojaat qildi. Bemorning yoshi 23 yoshda, yosh ayol. Oxirgi 3 oy davomida boshida surunkali og'riq paydo bo'lgan va keyinchalik yuzida asimetriya paydo bo'lgan va bosh miyasining chap tomonida o'sma o'sib boshlaganligi sababli o'sha chap tomonda ko'rishi pasayib ketgan va o'ng qo'l oyoqlarida harakat cheklana boshlagan. Bemorning bu shikoyatlari rivojlanib borganligi sababli keyinchalik yurishga qiynalib qolgan va bizning klinikamizga murojaat qilib keldi. Biz qo'shimcha tekshirishlardan o'tkazgandan so'ng bosh miyaning chap chakka asos sohasida katta hajmli o'smani aniqladik. O'sma aniqlangandan so'ng bu o'smani olib tashlash uchun neyroxirurgik usul tanlandi, ya'ni bosh miyani asosiga boruvchi mikroxirurgik usuldan foydalanib ushbu o'smani total, ya'ni to'liq olib tashlashga erishdik. Natijada bemorning ahvoli bugungi kunga kelib qoniqarli ahvolda, o'zini yaxshi his qilmoqda. Shu o'tgan vaqt davomida bemorning qo'l oyoqlaridagi harakat tiklanib bormoqda. Kontrol, ya'ni nazorat magnit rezonansiya tomografiyadan o'tkazgan vaqtimizda bosh miyaning o'sha o'sma aniqlangan sohasida hozirgi paytda o'sma to'qimasining qoldiqlari yo'q ekanligi aniqlandi.